Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Toshkent davlat agrar universiteti mevachilik va uzumchilik kafedrasi katta o'qituvchisi Parshiyev Alisher Ehsonovichman. Bugungi sizlarga o'tadigan video darsimiz demak intensiv tipdagi bog'larni barpo qilish texnologiyasi mavzusida. Bu mavzuni tushuntirib berishimda sizlarga mana 5 ta reja asosida qisqacha gapirib o'tamiz. Birinchi rejamiz intensiv bog'larning an'anaviy bog'lardan farqlari. Ikkinchi rejamiz intensiv bog'larda ko'chatlarning ekish sxemalari. Uchinchi rejamiz intensiv bog'larda past bo'yli meva daraxtlarini simbag'az shpalerlarda o'stirish. To'rtinchi rejamiz esa intensiv bog'larda tomchilatib sug'orish va o'g'itlash tizimini qo'llanilishi. Beshinchi rejamiz esa intensiv bog'larni hosilini parvarish qilish texnologiyasi to'g'risida. Demak, mana shu 5 ta reja asosida qisqacha tushuntirib o'taman asosiy joylarini. Demak, intensiv bog'larimizning an'anaviy bog'larimizdan farqi nimada? Buni tashqi ko'rinishdan biz farqini albatta yaxshi bilamiz. Intensiv bog'larimiz hozir respublikamizning juda ham mana shu bog'dorchilik sohasida juda ham keng qamrovli asosiy qismini demak egallab bormoqda. Hozirgi paytda ham demak mana oldingi kuchli o'suvchi an'anaviy bog'larimiz hozirgi paytda ham bor. Demak, hozirda bizga intensiv bog'larimizning afzalliklari juda ham yuqori hisoblanadi. Mana intensiv bog'imizning umumiy ko'rinishi hamda an'anaviy bog'imizning umumiy ko'rinishi. Bu avvalo nimasi bilan bir-biridan farq qiladi? Birinchi o'rinda o'sha ekish sxemalari, daraxtlarning ixchamligi, yetishtirish, hosilini terib olish, hosilini parvarish qilish va boshqa agrotexnik ishlovlarni amalga oshirish qulayligi bilan intensiv bog'larimiz demak an'anaviy bog'larimizdan afzallik tomonlari juda ham ko'p. Endi bu intensiv bog'larimizda ko'rib turibmiz, mevani juda ham sifatli hamda o'sha eksportbop, xaridorgir qilib yetishtirishimizda demak har tomonlama demak mana shu ko'rinib turgan holatini ko'rib turibmiz. Simbag'azlarga tortilgan, beton ustunlarga bog'lab tomchilatib sug'orish tizimi qo'llanilgan, yuqorisidan torsetkalar tortilgan hamda mana quyoshning kuchli ta'siridan himoya qilish uchun hamda boshqa hasharotlar, zarar kunandalardan himoyalanish maqsadida mana yuqorida torsetkalar tortilgan. Bu intensiv bog'larimizda demak ko'rinib turibdi. Mana hosil juda ham sifatli hamda hosilni yetishtirish, yig'ib, terib olish ishlari demak juda ham qulay amalga oshiriladi. An'anaviy bog'larimizda ham demak ancha ko'p yillik daraxtlarimiz, ko'p yillik bog'larimiz hozirgi kunda ham mavjud. Demak, mana intensiv bog'larimizning afzalliklarini hozir aytib o'tdik. An'anaviy bog'larimizning ham afzalliklari o'ziga yarasha bor. Bunda demak ko'p bizdan mehnat talab qilmaydi. Demak, ko'p ishlov berishni talab qilmaydi. Bunda o'sha agrotexnik bog' qator oralarni ishlov berib qo'ysak yoki mana shu shunchalik ko'p yillik daraxtlarimizda, qarigan daraxtlarimizda biroz yoshartirish, shakl berish, kesish ishlarida biroz yoshartirish ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Lekin hosilni yig'ib terib olishimizda yoki bo'lmasa hosilning sifatida, hosildorligida biroz demak kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Demak, mana keyingi slaydimizda intensiv bog'larda ko'chatlarning ekish sxemasi hamda simbag'az shpalerlarda o'stirishni demak ko'rib o'tamiz. Mana tayyorlangan bog'larda yosh ekilgan intensiv daraxtlarimiz tomchilatib sug'orish tizimlari qo'llanilgan hamda undan keyin o'sib rivojlanishi davomida demak shpalerlarga, simbag'azlarga tortib bu daraxtlarimizni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki pakana bo'yli daraxtlarimizda mana ko'rib turibsiz, ekish sxemalari demak 3 ga 2, 3 ga 1,5 yoki bo'lmasa 2,5 ga 1,5 ekish va hokazo ekish sxemalarida ekib yetishtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu mevali daraxtlarimizning hosildorligini ko'rib turibsiz. Mevalarning sifati ham demak hosildorligi ham yuqori darajada. Bog' barpo qilish uchun demak intensiv bog'larni barpo qilishimiz uchun joylarni to'g'ri tanlab olishimiz kerak bo'ladi hamda mevani turini hamda mevani navini. Mevani turini deganimizda deylik bir olma mevasi turini tanlab olganimizda ham buni naviga ham alohida e'tibor berishimiz
kerak bo'ladi. Chunki qaysi respublikamizning qaysi hududida qanday tuproq iqlim sharoitida bog' barpo qilayotganligimizga bog'liq holda, demak, erta pishadigan olma yoki o'rta muddatda pishadigan yoki kechki muddatda pishadigan olma navlarini biz o'zimizning mintaqamizga qarab to'g'ri tanlab olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, mana intensiv bog'larni barpo qilishimizda, demak, rasmda ko'rinib turibdi, bog'larda demak bog' atroflariga ihota daraxtlarini ekishimiz kerakligi hamda shamolning yo'nalishiga demak qarama-qarshi bo'lmagan holatda shamolning yo'nalishiga to'g'ri bog' qator oralarini shakllantirishimiz kerak bo'lishi yoki bo'lmasa quyoshning chiqishidan toki botishigacha bo'lgan davrda daraxtlarimizda quyosh nurining to'g'ri taqsimlanishini inobatga olib, quyoshning chiqishidan yoki quyoshning botishiga qarab bog' qator oralarini ham to'g'ri shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu bog'larni har bitta intensiv bog'mi, pakanab o'suvchi daraxtmi yoki o'rta o'suvchi daraxtmi yoki kuchli o'suvchi daraxt shaklidagi ko'chatimizmi, buni biz ekishimizda xatoga yo'l qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Mevali daraxt ko'chatlarini ekish tartibida mana birinchi o'rinda mana ko'chatlarimizni to'g'ri tanlab yoki o'sha ildiz tizimini zararlanmaganligi, shox-shabbani asosiy 3-4 tadan ortiq shoxlanganligi hamda payvand qilinganligini inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Ko'chatni ekishimiz davrida yer kovlashda demak birinchi yuqori qatlamini, yuqori 20-25 sm qatlamini alohida, pastki 20-25 sm qatlamini alohida ikki tarafga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Sababi tuproqning yuqori qatlamida unumdor qatlam hisoblanadi. Shuning uchun ko'chatni ekishimiz davomida yuqori qatlamini birinchi ildiz tizimi tarafga solib, keyin ikkinchi pastki qatlamini esa ustiga almashtirib ko'mishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'chatlarimizni demak tuproqlarimizni solib ekkanimizdan keyin buni ko'chatimizning tana atrofini preslab bosib hamda ko'chatimizni ekib bo'lgandan keyin biroz yuqoriga ko'tarib qo'yishini taklif etamiz. Sababi payvand qilingan qismi yerning, tuproqning tagida qolib ketmasligi kerak. Shuning uchun payvand qilingan qismini yerning yuqori qismiga 5-6 sm yuqorida bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Intensiv tipdagi bog'larimizda demak tomchilatib sug'orish va o'g'itlash ishlarini mana shu tomchilatib sug'orish tizimi orqali qo'llaniladi. Bunda yuqorida aytganimizdek an'anaviy bog'larimizdan afzalliklarini yuqorida gapirib o'tganimizdek tomchilatib sug'orish tizimi orqali ham suv, ham o'sha mevali daraxtimizga, mevali ko'chatimizga kerak bo'ladigan mineral moddalar, makro mikro elementlarimizni demak mana shu sug'orish tizimi orqali qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bunda agar suv mana shu hovuzlarimizda yig'iladigan suvlarimiz yer osti suvlaridan kovlab olinadigan bo'lsa, chiqarib olinadigan bo'lsa, demak buni demak 1 kun, 2 kun ochiq hovuzlarda saqlashimiz maqsadga muvofiq. Agar oqova suvlardan, oqma suvlardan foydalanayotgan bo'lsak, demak to'g'ridan to'g'ri demak qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu tomchilatib sug'orish tizimida o'g'itlash hamda boshqa mineral moddalarni demak suv orqali qo'llashimiz mumkin. Faqat organik o'g'itlarimizni deylik, demak to'g'ridan to'g'ri bog' qator oralariga solishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Intensiv bog'larimizning hosilini parvarish qilishimizda demak mana yuqorida ta'kidlab o'tdik. Yuqori qismini to'r setkalar bilan, bog' daraxtlar qator oralarini beton ustunlar bilan simbag'azlarga tortib, shpalerlarda hamda bog'imizning umumiy bog'imizning atrofini esa demak ihota daraxtlari bilan o'sha shamollarning ta'siridan zarar ko'rmasligi uchun, hosilning to'kilib ketmasligi uchun ihota daraxtlari bilan himoyalangan tarzda bog' shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Ana shundagina demak mana hozirgi bu tasvirimizda ko'rinib turgandek mevalarimiz deylik sifatli yuqori shaklda shakllanishi mumkin. Demak intensiv bog'larimizning bog' qator oralarini yoki bog' atroflarini o'ralgan holatini ko'rib turibmiz. Demak mana bunda mevalarimizga hech qanday zararkunanda hasharotlar yoki boshqa
qushlar hamda hayvonlar zararli ta'sir o'tkaza olmasligi demak ko'rinib turibdi. Mana bog'larimizda pishib yetilgan hosillarimizni texnikalar yordamida demak nest nobud qilmasdan, zararlantirmasdan terib, yig'ib, terib olish agrotexnik ishlarini amalga oshirayotgan rasmlar. Bu esa o'sha hosilni intensiv bog'larimizdagi sifatli mevalarning hosillarni yig'ib, terib, deylik o'sha maxsus yashiklardan, maxsus idishlarda olib omborxonalarga joylashtirish ishlarini amalga oshirayotganimiz. Mana omborxonalarga chiroyli qilib eksportga yoki o'sha iste'molchilar talabiga mos keladigan darajada chiroyli qilib omborxonalarimizda demak hosilni yig'ib terib olib jamlagan holatimiz ko'rinib turibdi. Agar intensiv bog'larimiz to'g'risida qo'shimcha savollar yoki tushunmaydigan kamchiliklarimiz yoki mana hurmatli talabalar, e'tiboringizga o'sha intensiv bog'larni parvarish yetishtirish, intensiv bog'larni barpo qilishdan, yetishtirishdan, endi shakllantirishdan toki hosilini yig'ib terib olgungacha bo'lgan tadbirlarni gapirib o'tdik. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa marhamat, agar Toshkent davlat agrar universitetining sayti orqali savol bersangiz ham bu savollaringizga javob beramiz. Agar qo'shimcha boshqa ma'lumotlar so'ralganda keyingi mavzularimizda sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.